Kipriklarim kalta deb endi xafa bo'lmang. Axir ulama kipriklar bor. Bu kichkina variantda men sizga katta variantini ko'rsataman. 100 ming so'mga sotilayotgan shu kiprik naborni men sizga bor yo'g'i 29 ming so'mga qanday zakaz qilishni o'rgatib qo'yaman. Videoga like bosib, kiprigim kalta deb yig'lab yurgan do'stingizga tez tashlab qo'ying. Ishoning, hech qatdan bu narxga topa olmaysiz. Biz bu katta kiprik naborini taksi chaqiradigan Yandex.co ilovasidagi market bo'limidan zakaz qilamiz. Ko'pchilik tovarni qidirishga qiynalyapti. Shuning uchun profilim shapkasidagi silka havolasiga o'tsangiz Telegram kanalimiz bor. Erta mahsulot silkalarini qoldiryapmiz. Bemalol ustiga bosib havolani pryamoy kirib ketsangiz bo'ladi. Telegramdagi havolani ustiga bossak, o'zi mana mahsulot chiqib keladi. 100 mingdan oshiqqa sotilayotgan bu nabor chegirmada 66 ming so'mga qo'yilgan. Bitta savatkani bosib, pastdagi savatcha belgisini bossak, promokod degan yozuv keladi. Ustiga 50 gul hayo deb ro'parastagi strelkani bosadigan bo'lsangiz, narx bor yo'g'i 29 ming so'mga aylanib qoladi qizlar. Pastdagi оформленияni bosib, 100 ga yaqin punktga zakaz qilib olasiz, tekinga olib kelib berishadi. Boshqa magazinlarga qaraganda XM kosmetikada hamma narsa arzon.